Assalamu alaikum. Ma toptiki keyfiyatni sal canlandıraylı. Anandan keyin bir ahmiyetli faaliyetlerini ötküzüp balının bir yeni bizning kasbiy sohadagi yangi texnikalar, yangi chiqqan shu yangi paydo bo'layotgan hodisalar to'g'riliq bir tushunchaga bo'lishini ilgari surayli degan umidda shundaq haftada bir leksiya uyushtirishni planladik. Bu haftadan tortib endi xalqalla meyli mush kasbiy sohadagi yangiliklar bo'lsin va yoki o'zingizninki yangidan o'rgangan texnikalar bo'lsin, shuni bir yarim soat atrofida tanishtirsanglar, yarim soat savol javob tariqasida bo'ladi. Shunda bir soat atrofida haftada leksiya uyushtiramiz. Shunga shundaq leksiya berishni xohlaydiganlar tizimlasanglar oldin ola buning vaqtini o'rinlashtiramiz. Men tunji leksiyani o'zim boshlab beray dedim. Bugungi tanishtirmoqchi bo'lgan texnika mavhum reallik bilan kuchaytirilgan reallik. Bu mavhum reallik, VR, AR degan gapni balkim jiq anglagan bo'lishinglar mumkin. Hozir ma elektr asboblar sotadigan do'konlarga kirsanglar, oldi tarafga telefon qistog'ili bo'lgan ko'zoynaklarni sotadi. Bu shu VR ko'zoynak deb qo'ydi bu narsani. U a'zolarning bahasi 100 liradan tortib, qimmatlarining 4-5 ming liragacha shunday o'xshash bo'lmagan seplimidagi shunday ko'zoynaklar bor. Endi bu ko'zoynaklarning ba'zilari sizlar oldi tarafga telefon o'rinlashtirsizlar, o'zingizning telefonini oldiga yerlashtirgandan keyin o'zingizning telefonining ekranidan shu stroliq unumi va ko'rinishini ko'rasizlar. Yana ba'zilari telefonga yumshoq detalni qachlab, applarni qachlash orqali telefondan taqtilgan signalni ash ko'zoynakda ko'radi. Masalan, Samsungning shunday uskunalari bor, maxsus o'zining Samsung telefoni bilan moslashib ishlaydigan. Bu mahsulot Google'ning bir mezgil Google ko'zoynagida bir turini o'tirg'i chiqargan, balkim xabaringlar bor. Keyin o ishlar qanday bo'lib ketdi, bir mezgil to'xtab qoldi. Yaqinda yana chiqdi degan gaplar paydo bo'lyapti. Hamda u Google'ningki ko'zoynak to'g'riliq qandaq yangiliklarning bo'lganligini balkim kelgusida xabardor bo'lishingiz mumkin. Hamda olimlarning ham shunday ko'zoynak chiqardi deydigan bir ashuna gaplar bor. Hamda biz oldi bilan bu mavhum reallik degan nima? Buni turkcha sanal gerçeklik deb qo'ydi. Mavhum reallik deganimiz aslida mavjud bo'lmagan narsani shu kompyuterning yordamida his qilishni mavhum reallik deb ataymiz. Balkim panoramaga berib baqqanlar bordi yoki umrda bir qatim stroliq kinograf baqqan bo'lishi mumkin. Forum Istanbulga borganlar bo'lsa, shu Forum Istanbul AVM'ning sirtida o'ng tarafda aeroplan modeli bor. O aeroplanga chiqsanglar, sanal tur deb raqamlik sayohat deb bir uning bileti chiqqandan keyin butun Turkiyaning sayohat rayonlarini stroliq shaklda sizlarni aylantirib chiqadi. Buningda dastlabda bir aeroplan uçqandan keyin bu Turkiyaning jimi dаңliq sayohat nuqtalariga bordi. Pamukkale'ga bordi, masalan, İzmir'e bordi, Spartakninki urush qilgan. Bu yerlarga bordi. Anandan keyin Topkapı Sarayıga kirdi, aeroplan uçqan payti. Topkapı Sarayıga kirgandan keyin Topkapı Sarayıdagi shu dаңliq naslni bir tanishtirdi. Anandan keyin Dolma bag'ishini ko'rsatdi degandek. Endi ash naslning hammani shundaq mavhum reallik vositasi bilan ko'rsatdi. Qisqagina bir yarim soat vaqt ichida sizlar Turkiyadagi sayohat nuqtalari bilan bundaq yuzaki tanishib chiqa olasizlar ash narsa orqali.
Men Malaysiyaga borgan vaqtimda Malaysiyaning Kuala Lumpurda qo'shmaq bino bor, qo'shmaq munaba. Balkim Malaysiyaga borganlar bilishi mumkin. Malaysiyaga bormaganlar endi Malaysiya deb to'rdan izlasanglar Malaysiyaning endi shu vakillik xarakterli qurilishi, qo'shmaq muna. Qo'shmaq munaga sayohatga kirsanglar, qo'shmaq munaning o'zini tonishtiradigan bir shundaq mavhum bir tonishtirg'ich xon qiz bor. Bu bunda par ast tarafdan par chiqib turadi ekan, parga her tarafdan tushgan nurlar orqali tasvir hosil qiladi. Shu tasvir sizlar 360 gradus atrofdan ko'ra olasizlar. Bir tonishtirg'ich qizning qiyofatini. Xuddi jiroqdan qarasanglar rost odamdek ko'rindi. Endi bu texnika mana har xil shaklda dunyoning hamma yerlarida qo'llanyotidi, bek umumlashib ketmagan bilan. Endi bu yuzaki shundoq tushensanglar bo'ldi, mavjud reallik VR degan narsani. Endi buning alohidaliklari deganda men to'plagan materialda bundaq bir necha xil alohidaligi bor deb tushuntiribdi. Birinchisi bu kishini ishondiradigan darajada o'zingizni shu mavjud dunyoda bordigidek his qilasiz. Debdi bu VR'ninki birinchi alohidaligi mush ekan. Sizlar ama ko'zoynakni taqab baqsanglar his qilasizlar haqiqatan. Balkim YouTube'da shunday videolarni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Shundaq VR o'yinini o'ynayotganlar o'zini yo'qotib qo'ydigan, tomliq so'qilib ketadigan degandek o'zini mavjud muhitning o'zida deb o'ylab, ichida deb o'ylab, sirtqi muhitdan butun ayrilib qolgan ba'zi qiziqarli qashnoq ko'rinishlar YouTube'da xil kengri bor. VR deb izlab baqsanglar chiqadi. Ondan YouTube'ni telefoningizda açsanglarmi hozir sharoitda har qanday videoni shu VR ga moslashtirib chiqarib beradigan shunday tanlash bor. Sizlar VR degan tanlashni tanlagandan keyin bu shu VR ko'zligiga moslashtirib bir ko'rinishni ikkiga bo'lib chiqarib beradi. Sizlar ko'zoynakni taqab ko'rsanglar bir xil rohat shaklda ko'ra oladigan shaklga o'zgartirib beradi. Ondan yana ba'zi hujjatli filmlar shu YouTube'dagi shu VR ga moslashtirib ishlangan hujjatli filmlar bor. Masalan, BBC'ning ishlagan shu olam sayohati deb hujjatli filmlar bor. Sizlar shuni telefoningizda shu VR ning vasitasi bilan ko'rsanglar, xuddi shu olam sayohati qilib, olam aeroplaniga o'tirib, ashning ichidagi bo'limlarni laylab yurib, olamni kezgandek shundaq tuyg'uga kelasizlar. Demak, birinchisi bu kishini ishondiradigan darajada shundaq laylangan bo'ldi ekan. Aytdi, rostga o'xshash. Hamda ikkinchisi ta'sirchan. Debdi ta'sirchan degan nima desanglar, men bayatni tilga olgan Forum Istanbulning oldidagi aeroplanga chiqsanglarmi, aeroplan yuqori ko'tarilgan vaqtda sizning o'tirgan o'rindiqinglar yuqori qaraydi. Sizning bedeningizmi shu aeroplanning qiyofatiga ergishib o'zgargandan keyin xuddi o'zingizni shu aeroplanning ichidagidek his qilasizlar. Ammo suratdagi qizmi ko'ziga ko'zoynakni taqab o'yinchiqning ustida o'tiribdi. Qarasanglar bu o'yinchiqning rollari, mashinaning rollari butun o'xshaydi. Hamda ko'zoynakda o'zini tez suratli yo'lda ketayotgandek shundaq ko'rinishlar bo'lsa, hamda masalan bir narsa so'qilgan aman shu uskunning o'zida shunda so'qilgan, titraydigan shunda sezimli paydo bo'ladi. Buning bilan sirtqi muhitdan ta'sir qiladigan narsalar mavjud holatda, ya'ni texmo mavhum reallikninki reallik texmi yaqin bo'lishini amalga oshirdi ekan, bu ta'sirchanlik qo'shish orqali. Hamda hozir yangidan paydo bo'lgan ba'zi astrolog kinoxonalarda dastlabda astrolog ko'zoynakdan birini taqabla o kino ko'radigan ishlar botdi. Hozir endi keyingi vaqtlarda oldi tarafdagi o'rindiqdan bunday suv chachilgan pastda bizning putimizga yaqin yerda bunday yaproqchilar midraydigan, masalan, sizlar ekranda bir chashqan opti degan kinoni ko'rsanglar, chashqanlar mig'illab mengayotgan vaqtda putlaringdagi yaproqchilar putlaringga tegidi, teningni shirkinadi. Haqiqatan shundaq chashqanlik kelayotgandek.
Ondan alt tarafta shamol chiqqan vaqtda old o'rindiqdan shunda shamol to'kuydi. Yomg'ir yoqqan bo'lsa, suv purksa xuddi yuzlaringizga yomg'ir yoqqandek shunda ta'sirotga kelasizlar. Hamda eng yangi kino xillarda hatto puroqmi chiqardi ekan. Masalan, sizlar ko'rayotgan ekranda gullar chiqqan bo'lsa, gulning puroqlari, tomoq bo'lgan bo'lsa, tomoqning puroqlari degandek narsalar sizlarga shu hamma a'zolaringizni xuddi shu real muhitda bordek shunday tuyg'u keltirdi ekan. Bu yana bir alohidligi. Hamda uchinchi bir alohidligi bu sun'iy reallikqa oid ko'rinishlarning hammasi hisoblamasi yuqori shunday kompyuterda laylan ekan. Hamda bu işte ta'sirchanlikga bo'lish uchun shunday 3D grafik ustunlarniki ko'ngil qo'yib laylishiga tayinli ekan bu. Demak, bu ko'rinishlarning hammasi kompyuterningki aslisi bo'lib hisoblanadi ekan. Ham to'rtinchi alohidligi bu VR'dagi yoki mavhum reallik shuning ishlatilgan detallar nihoyat inchga laylan ekan. Masalan, sizlar bundaq bir saroyga kirgan bo'lsanglar, ashunga yaqinlashsanglar, ash saroydagi har bir narsa, ash tomdagi naqshlardan tortib, motorga qo'shilgan chiroqlarningki ash bir tal mojallardan tortib, nihoyat aniq ko'ra olasizlar. Ya'ni hamda bu pek tafsiliy bo'lgandan tashqari, ash xalqlarni nihoyat inchga laylangan bo'ldi ekan. Andan keyin bu g'arq qiluvchi. Bu hamda jismoniy bilan aqlingni tanglab, shu muhitning o'ziga g'arq qildi ekan. Bu yana bir alohidligi. Hamda hozir texnikaning yukselishiga ergishib, senzorlama bo'lgan sari avg'iltudi. Masalan, jiroqdagi bir bilan ko'rishmoqchi bo'lsanglar, hozirgi sun'iy qo'llar senzorlar orqali qarish tarafning badan temperaturasi, qo'lning qattiq yumshoqlik darajasi degandek narsalarni sizlarga shu pit yetkazsa, masalan, sizlar mayad yolg'on qo'ldan birini tutib qo'l ilsanglar, xuddi qarish taraflar rost qo'l ilishgandek shunday sezim keltira oladigan shunday texnikalar hozir paydo bo'lyapti. Hamda mavhum reallikningki turlari. Bu VR'ningki har xil turlar bo'ldi ekan. Birinchisi hamda yuksak bir gavdalashgan muhit deb. Hamda bu yuksak bir gavdalashgan muhit deganimiz xuddi boyatim ben tilga olgan panoramadek. Ash butun zalning o'zi sizlarni shunday sirliq bir tuyg'u keltirish uchun shunday laylangan. Masalan, suratdagi mobilning yugurish mashinasining ustida yugurayotgan bo'lsa-mu, tuyg'usida xuddi oldida qushlar uchayotgandek, atrofida quyosh parlab turgandek, chaqirtmalar bu degandek narsalar. Hamda shu zal, butun zal shunday laylangachga, hamda bu shunday sun'iy muhitning ichida to'liq qo'rishilgan holatda, hamda eng yuksak darajada bunda his qilib oldi ekan bu sun'iy reallikningki. Nima deymiz? Normal ko'z sezgisilar emas. Barliq sezgilar bilan shunday his qilib bo'lgan darajada laylangan bu birinchi xil turi VR'ningki. Ikkinchi xil tur qismiy muhit deb. Masalan, sizlar kompyuterning oldida bo'lsanglar yoki telefoningizdan shunday VR'ga laylangan bir narsani ko'radigan bo'lsanglar, bu chog'da anadek bir gavdalashgan muhit emas, qismiy muhit. Sizlar faqat ko'zinglar orqali shunday sirliq va ko'rinishlarni ko'rasizlar. Lekin shuning o'zimi sizni ash muhitdagidek shunday tuyg'u keltirdi. Lekin hamda ma'qul holatda sizning atrofingizdagi muhit va ko'rinishlarga ergashib o'zgarmaydi. Bu VR'ningki oddiy bir shakli. Hamda VR'ningki balkim eng oddiy ibtidoiy shakli deb ma'ni balkim ko'rib baqqan bo'lishim mumkin bu videoni. Men qo'yib beray hozir, birga ko'raylik.
Bir dadynyň kızını mollakçy poýuz oýunda otgan görnüşi. Mawy emdi. Muşundak mewhum muhitnikin aýt addy bir şekli, tasawwurga bir bay dada özüniň balasyny hudda hem şu mollakçy poýuzga çykagandek tuýguga bir tal swetniň ýardymyny bilen telewizorga ýykyllaşdyryp şundak keltiripdi. Demek hemde muşu em iptidaý usulda muşu mewhum reallygyny barlyk keltirişiniň bir usuly bu. Hem de bunun yana bir xil şekli, tor yüzdeki VR dediken, bu heli uzun yıllar ilgiri bu VR/ML dep, muş virtual reality dep, şu mewhum reallykka maslaşdyrylgan aşyndak markup language çykkanken, hudda bizninki HTML, XML digendek aş tillerimiz okşaş, tor yüzde işletildiğin. Tor yüzde şu VR'ni bir taraf kılış için laylangen aşynda tillamy çykkanken. Şoňalyk bäzi tor beketlerde şundak VR'nin görnüşlerini bäzi tor beketli bar, hatda şunda sıroluk laylangen. Sizler şu 360 gradus bir näsini köreleýsizler şu tor beketiniň içinde. Stirlikliň wasitysy bilen ýa-ki mouse'ny oň solga, ýokary töwenge şuna hareketlendiriş arkaly şu tor beketiň ýüzündeki hem näsini aşyndak halatda köreleydigan aşyndak tor beketler bar. Bu tor ýüzündeki VR tehnikasi. Hemde bugunki leksiýada ikinci tonuşdurmakçy bolan tehnikimiz küçeytilgen reallyk. Küçeytilgen reallykny türkçe artırılmış gerçeklik dedik ki. Artırılmış gerçeklik bu. Küçeytilgen reallyk diýen näme diýseňler, aş reallyk mevcut bolan näsige mao kompýuterden kelgen we ýa-ki tordan kelgen uçurylyny goşup kösedigen tehnikini küçeytilgen reallyk dep ataýdykmiz. Mao süretki garasaňlar maşynyň motoruga telefonyň kamerasyny taňlap oturdy. Kamerany taňlagandan ken asly kamerada maşynyň motory görnüş gerek go. Lekin ma alayda app boganlyk üçin bu maşynyňki şu görüngen kapotynyň içindeki motor meýmeýärde, tormoz meýmeýärde, hawa filtremeydi digendek näslinde sizli köz bir oturdy. Hatta motorda hazırki ilgar motorulda kaşly körlüge wagtda sizler şu maşynyňki ýardamçy app'ni gaçlap şu remont kılla meselen şu motoru tutsa kaşly körüngen aş zapçasynyň özünimi şundak telefondaki app'nyň ýardymyla kösüp bereledigen aşyndak tehnikalar hazır mevcut. Mawu men burun işlegen şirketde şu şirketninki laýlygen mewhum tamak isimliki bu videonu bir görüp çykaýdy. Bununda dastxan üstünde şiräniň üstünde hiç kandak tamak yok. Lekin şundak şeraýatdymy? Telefon we ýa-ki şu aşganyň täminlegen pedke muşu app'ni gaçlaş arkaly sizler şiräge tutsaňlar andak tamak isimliki göründü. Tamak isimliki görüngendan ken halagan bir tamakny tanlasaňlar şu tamaknyň 360 gradus görnüşi ekranda eksildi. Hazır bir tamakny tanlap kösüdi. Ýatsaňlar. Menin awazym barmy?
Ben bana avazımı to'xtatay. Avazım keldimi? Ha. Videonun avazını ben to'xtatib etdim hozir. Ha videoda qarasanlar baklava ko'rinyotidi. Adasi qanday ishim yo'q emniyetde. Onu pekirtip, üstüne arasida yanaq barmı yo'qmi, hatta shu narsani tatib ko'ngil bo'ldi. Bu endi tamaq tizimlikininki endi eng zamonaviy bir shakli. Bu endi shu AR vasitasi bilan laylangan. Bir tamaq tizimligidan bir ko'rinish. Endi mavi yeni bir xil app. Bu app nima ish qildi desanglar, quruq bir uyning ichida har xil uy jihozlarini tanlasanglar, shu uy jihozlarining shu uyga qandaq unum yaratadiganligi, yarasham yarashmamdi degandek narsalarni bu appning vasitasi bilan ko'ra olasizlar. Buni ko'rib boqaylik. Aslida gilam quruq. Bunun da hazır bir üstel payda oldu. Bu uy cihazlarını aşında 360 gradus etrafı kırtıp yoki o'zinglar oyoq tarafli her tarafli o'tib ashnab ko'rsanglar bo'ladi va yoki qo'linglar bilan qirtib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir kreslodan birini tanladi. Kresloni tanlagandan keyin endi kreslo ko'rinadi. Kresloning rangini tanlasa, kresloning rangi o'zgaradi hatto. Mana seriqni tanladi, qizilni tanladi degandek. Endi bu uy jihozlarininki uylik unumini bilib beqishga ishlatilgan bir appning bir ko'rinish. Endi o'xshashlar mushunda appninki kiyim sınaydigan, masalan kiyim dükkanıga badinglar, o'zinglar ma'lum bir kiyim tanlasanglar, shu kiyimninki har xil razmerlari, har xil ranglarininki sizning uchangizda qanday tutadiganligini ko'rsatadigan andaq shakllarım var. Belki mükemmelleşmedi, lekin andaq kiyim kechak sınaydigan applar. Lekin shu texnika hozir mavjud. Endi bu VR AR için kerakli uskunalar qanday uskunalar desa, birinchisi bu qalpoq ekran. Ko'zoynak, qalpoq ekran deb buning endi cho'ng kishiklari hayotim men degandek azon qimmatlari har xillari bor. İkincisi, endi ma birga birlashgan xona deb hayotimizda bir bolaninki yugurayotgan uyini shuna birga birlashgan muhit dedik-ku. Ondan mavu rol böyle biz elektronlik oyuncu oynap bakalım hemesi miyadaki silkilik rolla bu nasıl tonu şeymanlığı akçan. Hem de mavu pale yarkılık bunu kontrol kılış, o yollarını kontrol kılış. Hem de mesela bir barmak bilen manda kılsa, iki barmak bilen manda kılsa dese, mesela barmak bilen muşuşuduğun, uğraş kıldığın degandek o yollu bolsa, hem de bu pale kiyip onu oynaş texma ameliyatga yaqinroq, texmi ko'ngillik bo'lishi mumkin. Bu yani bir xil uskuna uni qo'llanadi. Mavi endi shu VR'da ishlatiladigan rollardan birisi. Endi VR'ni kontrol qilishda hozir eng yangi chiqqan bir texnika bor ekan. Bu sizlarga zihnning orqali kontrol qiladigan. Balni kirgizib etib davom qilaylik. Bu zihn orqali kontrol qilish degan nima desanglar, bir tal uskuna bor ekan hozir. Mau next mind degan mau balninki 5 taqagan shu uskuna sizlar aqimhangliga chaplab shuni shepka yoki boshqa qalpoq bir narsa bilan kiyib olsanglar, kiyib olgandan keyin sizlar
Oynayotgan elektronik oyunchiqni mesela o'ngga hareketlendirishni o'ylasanglar o'ngga, solga hareketlendirishni o'ylasanglar solga shunday mangadi ekan. Endi bu texnikani bir ko'rib boqaylik. İlgirki vaqtlarda buni sinash uchun hamda nayta azlama damda sharoit botdi ama bu zihin orqali kontrol qilish. Hozir hamda buning rasmiy uskunasi chiqibdi bu şekilde. Buni shepkanliga yoki boshqa bosh kiyimlarga yerlashtirib taqib olib bo'ldi ekan. Taqib hech xil tanlashdan birisini tanlash. Elektronik o'yinchining rolidek yo'nalishlardan birini tanlash degandek ishlarni qilib, oddiy o'yinlarni o'ynaydigan shunday holatga kelib bo'ldi hozir. Bu uskunning ichki qismidagi mau plastinkalar shu oqmanliga tekkandan keyin oqmanga tekib turib, ming elektr to'lqinni o'lchaydi ekan. Ming elektr to'lqindagi farqlarga asosan sizningki shu kontrollig'ishni oldig'imi, keynigimi, ustigimi, ostig'imi kontrol qilib qanday qilmoqchi bo'lganinglar, masalan, ovozni kuchaytirmoqchi bo'lganinglarmi, ajizlashtirmoqchi bo'lganinglarmi degandek narsalarning hammani shu bilalaydi ekan. Hatta bu uskunning yordamida musiqalarni ishlagan bo'lgan qilibdi. Buningki Tordan Next Mind deb izlasanglar, buning setilishi soldan tatib bor ekan hozir. $399 bahası. $50 bir qo'shimcha bir narsa bilan shu $450 atrofida setib olsa, bu narsani program tuzadigan SDK'lardan tatib, qo'llanmalardan tatib sizlarga ta'minlaydi ekan. O'zingizlar bir o'yinlar o'ynamoqchi bo'lsanglar, masalan, shu o'yinni ham shu Next Mind orqali kontrol qiladigan shunday sharoitni yaratib beradi ekan sizga. Demak, endi bu VRni anda rol bilan kontrol qiladigan ishdan hozir endi sizning xiyolinglar bilan yoki zihninglar bilan kontrol qiladigan shunday sharoitmi hozir yetilibdi. Bir mezgildan keyin balkim ko'nikib taqtisa degandek narsalarga ehtiyoj tushmaydigan. Biz beshimizga shu shunday zihn kontrol qilgan narsani ashuni sezadigan narsani taqash orqali xat bosmoqchi bo'lsak, xatlarni o'ylansak, ekranga shunday besiladigan texnikalar qisqa vaqt ichida vujudga kelishi mumkin. Bu 1000 litr to'lqinninki orasidagi o to'lqinlar farqini sezish, inchik farqini farq etish degandek narsalar hozirgi sharoitda bek pishib yetilmagan bo'lsa, lekin sun'iy aql degandek texnikalar bilan buni ko'p mashq bilan turib, bakcha qadamni tajriba qilib, sinatqizib, bir mezgil mukammallashtirsa, bu sizningki 1000 litr to'lqinlarning ichidagi inchik narsalarni balkim ayriy oladigan shunaqa saviyaga yaqin mezgilda yetishi mumkin. Bu bizning bu next mind to'xtalishimiz mishaychi bo'lsin. Hamda oxirida bu VR, AR degandek narsalarning qo'llanish doirasi. Qo'llanish doirasi birinchisi ma'rifda qo'llaniladi ekan. Ma'rif desanglar, masalan, hozirgidek juqum mezgili ijroqni o'qitish degandek narsalarda agar shunaqa sun'iy muhitlarni berib baqsa bo'lar. Sun'iy sinflarni shakllantirsa. Sizningki masalan 3D modullarni elib, hozirgi yangi chiqqan iPhone 12da 3D modul qo'lga bo'ldi masalan. Bir odamni 360 gradus atrofiga qarab resim tortish orqali 3D modulni chiqarish mumkin ekan. Shundaq modullarni chiqarib bir sinfda 10 bola bor desa, 10 bolaninki modulni shakllantirgandan keyin shu bolalar sinfda o'tagandek
aşındaq bir xil süni siniplerini, süni reallik texnikasini paydalanyp wujudga çykaryş tamamen mümkin. Ondan o dersxananynki her xil meselen aldığınılda bir doska onun da okutukçunun düşendirişleri ama oň tarapyňda bir ekran onun tejribeleri esli atgan näsininki. Sol tarapyňda bir ekran onun da ders münasibetlik ýene başga materiallar degендek näsilini çykasa özüňiz tasawwur alyp baksanlar boldy. Bu belkim okutuşda bir eril goýguç bir inqilap boluşy mümkin. Hem ikincisi ilmi körnüşleştiriş dep terjime edip koydum ben bu visualization deýen gepni. Bu körnüşleştiriş diýen näme diýsäňler, meselen tibabet okuýdygan, tibbi üniversitetinde okuýdygan balalarga ma insanlynky iskeletleri, muskullary, o bu diýen näsini tonuşdyryş üçin meselen şu VR'ni kollansa, andak modelini koýaşynyň hajaty ýok. Gözenekden birini takgandan keyin aldyda aşyndak meselen adam iskeletininki 360 graduslyk bir görnüş peýda bolady. Yani onundan özü kandak inçike küzütmense, küzütüş şaraýaty bar. Anandan keyin meselen kan tomurynyň kalynyň aýlanyşy degendek näsilnemi? İnsan huddy VR tehnikasida alem güçüni taklitlegendek kan tomurynyň içindeki kanyň ekişi, kanlygy ägişip, şu bedenine bir aýlanyp çykyp saýat kılış imkaniýeti boluşy mümkin meselen. Yani kan tomuryny hazır kan tomuryna kirgizdigan kameralar bagy, aşdan elinýän görnüşlerini şunday VR maslaşdyryp işlese meselen. Aşny aş gözenekden wastysy bilen köse, bu kan aýlanyş sistemisi o bu degendek näsilnimi? Naýty kolay düşendigile boluşy mümkin. Bu hem de ilmi görnüşleştiriş diýen sadyk gollanýy. Üçinçisi hem tibabet. Tibabet demi? Men bu ýatnylyk maşina motorunyňki bir resimini gösterdim sizge. Aşnandek ilki kesellik alametleri mandak kesel palaniye, pustaniye agrywatyda diýse ilki aşyndak VR model arkaly özüniň agryk ýerlerini kösetse, anandan keyin onuň asasen diagnoz çykagyl boluşy mümkin meselen. We ýa-ki aşyndak her xil tibabetdiki dorylarynki ahimilik täsirleri degendek näsilnemi? Ama şu modellar arkaly VR modelleri arkaly taklitligili boluşy mümkin. Andan sanatdaki laýya, kuruluş laýyasy degendek näsler, bu huddy men bu ýatyn sizlerge kösetken öý jazyrynyň synaklary degendek bir kuruk ýa bolsa, şu kuruk ýaga sizinki laýlygen kuruluşlaryňyňki bitkenden keyin şu ýerde kanda turdyganlygy, ýönelişine mesela özgerişi kanda boldyganlyk degendek näsilden mene ma hazırky çertýojlda we ýa-ki üçde ünümdeki ilk laýyaly kösetkenden anda ma VR wastysi bilen kösetse o tehimi biwasta täsirat agyly boldy. Sanat laýyamy aşyň okşaş. Hem de ahyrkysy bu oýun köňüle içişemde bu näme sözläp şümsem özüňle bu en käňri işletildigan tarapy muşu oýun bilen köňüle içiş bununki her filmde, elektronlyk oýunlarda bu käňri işletiljek başlydy hazırlygyny tatyp.